47-topik bir imtihoni ilgi testi 40 dan 40 gacha tahlil qilamiz. Bu yerda sharti quyidagini o'qib, to'g'ri bo'lmagan, ya'ni mos bo'lmagan javob toping. Har biriga 3 balldan deyilgan. Endi ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bunaqa holatlarda javob bilan solishtirish kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi mana Iryoire munil anyomniydi. Yakshanba kunida eshigini ochmaydi. Haqiqatan mana yakshanba degan joyni qidirsak, Iryoirin shimniydi. Ya'ni yakshanba kuni dam. Bu eshigini ochmaydigan mos tushadi. Bizga bu kerak emas. Bizga xato javob kerak. Toyoirin neshi kinnamniydi. Shanba kuni soat 4 da tugaydi. Shanba kunini ko'rsak, haqiqatan mana soat kechki 4 da tugar ekan. Bu ham to'g'ri, bizga kerak emas. Xato javob kerak. Chomshimshiganin tushi kajimniydi. Tushlik vaqti soat 2 gacha. Mana tushlik vaqti 12:30 dan 2 gacha ekan. Bu ham to'g'ri, bizga xato javob kerak edi va 4 qoladi. Suyoirin chorshanba kuni Yolshi soat 10 da shijakhada boshlaydi. Xo'p, sanalarni ko'rsangiz mana. Voryoil puto kimyoil kaji. Dushanbadan jumagacha bo'lgan vaqt oralig'ida ertalabki 9 dan kechki 7 gacha ishlar ekan va orasida chorshanba ham bor. Endi chorshanba kuni soat 10 da boshlamaydi, chorshanba kuni ham soat 9 da. Shuning uchun bizda to'g'ri javob 4 bo'ladi. 4. Va bu yerda mavzusini o'qib qo'yamiz. Mana Uri Pyongyang. Kasalxona nomi Uri ekan. Ya'ni bizning kasalxona Chiliyodagina davolash anne ma'lumoti, e'loni, xabari ma'nosida keladi. Demak, to'g'ri javob 4. Keyingi testimiz 41 bo'ladi. Mana bunaqa holatlarda ham bizda matn bo'lmasa, o'qiydigan matn bo'lmasa, solishtirish kerak bo'ladi. Birinchi Kochibin Ilchinga ismlida. Gul do'koni birinchi qavatda bor yoki joylashgan. Haqiqatda mana Kochib birinchi qavatda. Bizga xato javob kerak. Kopishop yope Sojomi ismlida. Qahvaxona yonida kitob do'koni bor. Xo'p, mana qahvaxona yonini ko'rsangiz Sojom kitob do'koni bor. Bu ham to'g'ri, bizga xato javob kerak. Inheng Are Pangchibi ismlida. Bank Are degani tagi osti. Mana bankni ko'ramiz. Tagida Pangchib novvoyxona bor. Uzr, shu joyda işte mana bank bu yerda ekan. Bank tagida novvoyxona bor. Mana haqiqatda tagida turibdi. Shunda va 4 qoladi. Pyongyangga Yakugun Katinchinga ismlida. Kasalxona va dorixona bitta qavatda, ya'ni Katin degani o'xshash. Bitta qavatda joylashgan. Qarasangiz, ikkinchi qavatda kasalxona, birinchi qavatda dorixona. Bular mos emas. Shunda javob bizda 4 bo'ladi. Javob 4. Va keyingisi mana bunaqa xabarlarni endi o'qib olish kerak mana. Kagu harin, ya'ni mebel chegirmasi Kaguril sagi pamnida. Mebelni arzonroq sotiladi yoki sotamiz. Manin iyong paramnida. Ko'p foydalanishingizni so'raymiz. Chimde 20%, otjang 30%. Foiz %% o'qiladi. Ya'ni kravat 20% chegirmada ekan, kiyim shkaf 30%. Palvol iril voryoil puto Palvol chiril iryoil kaji. Bu degani 8-oy 1-kun dushanba kunidan 8-oy 7-kun yakshanba kunigacha, ya'ni 1 hafta bo'lar ekan. Tehan kagu do'kon nomi Tehan ekan. Xo'p, solishtiramiz. Iljuil tongan harin hamnida. 1 hafta davomida chegirma bo'ladi. Haqiqatda 1 hafta mana. 1-kundan 7-kungacha. Otchangen 30% harin hamnida. Kiyim shkafi 30% chegirma qilindi. Bu ham to'g'ri, bizga kerak emas. Sekaji kaguril harin hamnida. 3 xil, 3 turdagi mebel chegirma qilinadi. Qarasangiz 2 tur, ya'ni kravat bilan kiyim shkaf. 3 xil emas, shunda javob bizda 3. Xato javobni topdik. Tehan kagu eso ponen meshiji imnida. Tehan mebel do'konidan jo'natilgan SMS. Haqiqatda SMSni mana bu do'kon jo'natgan. Mebel do'koni. Shu kagu degani asli mebel. Shu tahlilimiz bo'ladi. 40 dan 40 gacha xato javobni topish shu holatda bo'ladi. Yaxshi tushunishingizni umid etaman. Salomat bo'ling.